2 million 499 ming so'm evaziga Ma'murjon Ergashev YouTube kanalida nechta gilam sotib olsa bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'rsalaring, men sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Eslatib o'taman, mana shu video 2 kun ichida 200 ta like, 200 ta komment bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirilgan razmerlar bo'yicha yana video olamiz. Yana bitta eslatma, bu narx faqat bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan va samimiy izohlarda, kommentariyada izhor qilgan mijozlar uchun amal qiladi. Unda biz boshladik jigarlar, let's go. Videoni oxirigacha ko'rishlaring uchun yetarlicha sababni aytib qo'ydim. Sizlar o'ylashlaring mumkin, ko'pgina gilom bu mayda gilom deyishlaring mumkin. Videoda boshidan men sizlarni yondirib yuboraman. Ishoninglar, o'tgan safargi videomizda hammani yuragidan urgan gilomimiz yana sizlar uchun bitta bo'lsa ham topib qo'ydim. Gilomda rasvetasi yoqsa, ekranga 2 marta urib like-ni banglatib qo'yasizlar. Eslatib o'taman, bu narx faqat bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan, kommentariyada samimiy izohlar bilan qo'llab-quvvatlayotgan va eng birinchi telefon qilgan mijozimiz uchun amal qiladi. Sanab turinglar, sanoqda adashib ketmanglar. Gilomda rasvetkasi yoqsa, bitta like sizlardan. Bismillah. Opa. Jigarlar, gilom nima deyapti? Bardoviy gilom haqiqiy gilamda rangi hisoblanadi. Bardoviy rang bu gilom. Bardoviy bilan gilomda rang xullas mana makillab qolyapman. Ko'rishlaring mumkin, orqalari 100% to'qimali. Bozorda o'rtacha 1,5 million, 1 million 800 ming so'm atrofida sotilayotgan bu gilomimizni mana shu komplektimizning ichiga qo'shib yubordim. Bitta like bosib qo'yasizlar. O'lchamiga keladigan bo'lsa, jigarlar, hech qanaqa 3 ga 4, 3 ga 4,5, 2,5 ga 3,5. Yo'q, bizda shedri, dobri uylar razmeriga tushadigan o'lchamlar bo'ladi. 3,5 metrga 6 metr mana shu komplektimizni ochib beradi. Gilomni rasvetkasiga o'zlaring bitta baho berib qo'yishlaringga majbursizlar. Kommentariyada kutib qolaman. Xo'p, jigarlar. Endi bu komplektimizni boyitadigan razmerlardan yana bittasi, bu eng xadavoy o'lchamlardan bittasi. Eslatib o'taman, bu narx faqat bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan, kommentariyada biz samimiy izohlar bilan qo'llab-quvvatlab turgan va albatta eng birinchi telefon qilgan mijozimiz uchun amal qiladi. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlariga kelishilgan holda dastavka xizmatini qilib beramiz. Ulgurib qolinglar. Gilomni rasvetkasiga 1 dan 10 gacha bitta baho berib qo'yasizlar. Bismillah. Opa. Razmerlar bizda kichkinasi bo'lmaydi. 3 metrga 5,5 metr klassik uslubda to'qilgan oq hamda moviyning samimiy uyg'unligini mana shu gilomimizda ko'rishlaring mumkin. Orqalari 100% to'qimali, ranglariga o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Qaranglar jigarlar. 2 million 499 ming so'm evaziga 3,5 ga 6, 3 ga 5,5. Endi jigarlar, ikkita gilom bilan to'xtab qoladi o'ylaysizlarmi? Sizlar hozirroq like bosinglar, obunani bosinglar. Kommentariyada agar zo'r chiqqan bo'lsa, bomba deb olovchalar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qaranglar. Mayli, sizlar uchun addushi. Qo'ysam, bersam sizlarga beribman. 3-chi o'lchamimizni bitta taxmin qilib ko'ringlar. Sizlar o'ylashlaring bo'yicha 2 ga 3, 3 ga 4 shunaqa razmerlar bilan o'lchamlarni boyitib qo'yadi. Yo'q, bizda konkretni kommentariyada yozib qoldirilgan razmerlar bo'yicha qo'ldan kelgancha qo'yib beryapmiz. 3-chi razmerimiz sizlarga yoqsa, albatta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Qaranglar, jigarlar. 3,5 ga 5 metr 3-chisiga. Rasvetkasiga 1 dan 10 gacha baho berib qo'yasizlar. Klassika joziba mana shu gilomimizda uyg'un bo'lgan. Naqd 3 ta gilom. Narxi atiga 2 million 499 ming so'm. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlariga kelishilgan holda dastavka xizmatimiz bor. Sizlar aytishlaring mumkin, bu realniy narxmi? Uchala gilomning narxi shunaqami deyishlaring mumkin. Albatta, bunaqasi faqat Ma'murjon Ergashev YouTube kanalida bo'ladi. Eslatib o'taman, haftani har juma kuni 20:00 da YouTube kanalimizda jonli efir qilyapmiz.
Mana shunaqa nerealniy narxlarda ko'rmaganlar uchun mana shu videoni olyapman. Kiringlar, ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Eslatib o'taman yana bir bor, bu narx faqat bizga obuna bo'lgan, mana shu videoga like bosgan, kommentariyada samimiy izohlar bilan qo'llab-quvvatlab turgan va eng birinchi telefon qilgan mijozimiz uchun amal qiladi. Komplektimizga, gilomni dasvetkalariga, gilomni narxiga 1 dan 10 gacha o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Naqd 3 ta gilom 3,5 ga 5, 3 ga 5,5, 3,5 ga 6, atiga 2,499,000 so'm evaziga Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent shaharlari bo'ylab kelishilgan holda dastavka xizmatimiz bor. Jigarlar, joninglar sog' bo'lsin. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Kommentariyada samimiy izohlar bilan, like'lar bilan, albatta obuna bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Joninglar sog' bo'lsin. Let's go.